Bolalar orasida keng tarqalgan gelmintoz kasalliklari ularning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi, o'sish va rivojlanish jarayonini sekinlashtirishi mumkin. Ushbu kasalliklarni o'z vaqtida aniqlash va oldini olish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun bugungi videorolik orqali bolalarda gelmintozni aniqlash maqsadida o'tkaziladigan laboratoriya tekshiruvlarining ketma-ketligi bilan tanishamiz. Parasitologiya laboratoriyasida yillik ish rejasiga asosan maktabdan 1-sinf va 4-sinflardan bolalardan perianal qirindi usuli bilan namunalar olib kelindi. Namunalar 50% glitserimni vatniy palochka bilan perianal qirindi burmalaridan olinadi. 1 va 4-sinf o'quvchilaridan 121 buyrug'iga asosan olinadi. Bolalardan olinadigan namuna 50% eritmaga olib, bolalarning perianal burmalaridan surtma olib, laboratoriyaga olib kelinadi. 50% glitserli eritmadan surtma tayinlaymiz va mikroskop ostida 100 baravar kattalashtirilgan holda ko'ramiz. Ko'rilayotganda gidek va gelmin tuxumlarini aniqlash maqsadida gelmin tuxumlarini qidiramiz mikroskop ostida. Ko'rilayotgan namunalarda gelmin tuxumlarini qidiramiz. Hozirda astrisa tuxumi aniqlandi. Bu enterobioz kasalligi astrisa tuxumi chaqiradi. Gelmin tuxumlarini bolalar o'rtasida aniqlanishiga sabab ko'pincha kontakt yo'li bilan gigienaga rioya qilmaslik, qo'llarini vaqtida yuvmaslik, ozodalikka rioya qilmaslik sabab bo'ladi va bu gelmin tuxumlarimizni Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bolalar uchun ajratilayotgan dorilar u ko'rsatma xatiga asosan o'z vaqt soati bilan davolanib turishadi. Namunalarni ko'rib bo'lganimizdan keyin buyum oynachalari va shishali idishlarimizni 5% sovunli eritmada eritib, keyin qaynatamiz va 180 gradusda quritish shkafida quritamiz.